Mana yoz ham keldi. Eng katta xatar kim uchun? Albatta, kichkina farzandingiz uchun. Issiq havoda ota-onalar nima qilish kerakligini ko'p xato qilishadi. Agar shu 5 ta qoidani eslab qolsangiz, yoz davomida farzandingizni issiqdan himoya qilasiz. Birinchi qoida bu bolani kuniga 1 yo 2 marta oddiy iliq suvda cho'miltiring. Suv juda sovuq ham, juda issiq ham bo'lmasin. Ikkinchi qoida, bolaga keng, yengil paxtali kiyim kiydiring. Tor va to'q rangli kiyimlar issiqlikni ushlab qoladi. Uchinchi qoida, 6 oygacha bo'lgan bolani har 2-3 soatda emizing. 6 oydan keyin esa oz-ozdan suv berib turing. To'rtinchi qoida, bolani faqat ertalab soat 7 dan 9 oralig'ida yoki kechqurun 6 dan keyin ko'chaga olib chiqing. Beshinchi qoida esa konditsionerni 24-26 darajaga qo'ying. Eng muhimi, sovuq havo bolaga to'g'ridan-to'g'ri urmasin. Agar bola 6 soat siymasa, holsizlanib qolsa yoki isitmasi 38 darajadan oshsa, kutmasdan darhol shifokorga murojaat qiling. Shu ma'lumotni har bir onaga yuboring.